Do'stlar, bugun o'sha hammamiz kutgan kun 2026-yilgi Jahon chempionatining aynan final uchrashuvi bo'lib o'tadigan kun. Bu uchrashuvga ko'pchilikning taxminlari har xil bo'ldi. Ba'zilar Portugaliya haqida gapirishdi, ba'zilar Fransiya deyildi, ba'zilar Ispaniya deyildi. Lekin umuman kutilmagan va nisbatan kutilgan jamoa, ya'ni Argentina jamoasi 2026-yil ham aynan final ostonasiga qadam qo'ymoqda. Ispaniya hamda Argentina bugun to'g'risi Barselona muxlislarining kuni bo'ladi. Ikkalasi ham Barselona muxlislari yaxshi ko'radigan jamoalar. Aynan kechagi o'yinni ham ko'rdingiz. Aynan to'g'riroq bugun ertalabki o'yinni, ya'ni Fransiya hamda Angliya o'yini o'yin haqiqiy otishmaga, haqiqiy jangga aylanib ketdi. Garchi Fransiya juda kech uyg'ongan bo'lsa-da, bu kech uyg'ongani oxir o'zlarining zararlariga ishlashdi. Bugungi o'yinni kutamiz. Bugungi o'yinda o'ylaymanki, favorit kimligini to'g'risi bilib bo'lmaydi, chunki ikkalasi ham kuchli jamoa. O'zlarining taxminiy hisoblaringizni albatta kommentariyalarda yozib qoldirishlaringizni so'rab qolgan bo'lardik. O'ylaymanki, bugun har doimgi jahon chempionatlaridan-dagina zo'rroq final bo'ladi degan umiddamiz. Hammaga rahmat. O'yinda ko'rishguncha.